Şahzoda Samandar. Cho'chak. Samandar darhol dadisining yeniga berib, bu gaplarni aytibdi. Men podshoh, shahzoda deganlarning shundoq razil odamlar ekanligini bilatdim. Men berib ulardan hisob olaman. Oğlum, birdanem, gapimni angla. Shuncha yildan beri biz nemishqa xotirjam yashab keldik. Ha? Endi sababini bilgansan. Odamlardan yiroq, g'ayvat shikoyatlardan, xudik gumonlardan yiroq turganimiz uchun. Mana odamlar bilan yaqin bo'lib edik, anglamaganlarimiz qolmadi. Shu topda opang ikkimizmi arzimas ishlarga gap talashadigan bo'lib qolg'ildik. Boshqalar nima desa ishonadi. Ondan uningdimi oshirib yolg'onni qo'shib taqtidi. Dalil isboti bo'lmagan o'sak so'zlar yiqillarni yiroq, tuqqanlarni yot qiladi. Hammalar gapga ishonmagan o'g'lim. Texi bu obatning tek-tekda iniq emas. O'rmonlikqa o't kessa, parchamizga ziyon keltirdig'ini qilisi joyda odamlarning hammasi biladi. Sen tug'ilishdan ilgarimi bundaq o't opati 2 qitim yuz bergan. Bir qitim qilsa chaqmoq tushib ketganlikdan, yana bir qitim qilsa shamol bir kishining to'noridan chiqqan o't ushqunni uchirib ketganlikdan yuz bergan ekan. Shu chaqdami nurg'un kishilar uning buningdan gumonlarni qilishib, jangi jidallarni keltirib chiqargan. Biroq buning hech kimga hech qanday foydasi bo'lmadi. O'zini beso'ylab o'ylab ko'rgan. O'rmonlik bir cho'ng boyliq. Dal-daraxtlar, hayvonot, uchar qushlar har yili davlatimizga nurg'un qimmat yaratadi. O'rmon hammamizga lozim bolam. Buni bizdek qarqo'soqlarmi bilamiz yo, ajiba o'rdadagi oz-to'la ilmning qarsini yo'qtirganlar bilmasman? Ilgarki ochchig'ingni deb, gumoningni kuchaytib, pokiza qalbingni qaraytmagan. Kishilarning gapiga ha deb qo'ysang bo'ldi. Agar bu o'tni birov qo'ygan bo'lsa, u hargizmi jazosiz qolmaydi. Oshkorlanmaydigan sir yo'q o'g'lim. Sabrchan bo'l va taqdir adolatining o'yinini tomosha qil. Deganlaringiz o'rinliqda. Lekin maymunaning o'limini o'ylasamla, yuragimga pichoq tiqqandek beorom bo'laman. Shamol chiqmasa, daraxtlanishmaydi dada. Bu so'zchaklarmi sababsizli paydo bo'lmaganmikin deyman. To'g'ri deysan o'g'lim. Har qanday ehtimollar bo'lishi mumkin. Maqsadim shuki, aniq isbot yo'q ahvolda behuda oromsizlanmasin deyman. Agar rostli shunday bo'lib qolgan taqdirdami, u yeniklik bilan tilga oladigan so'zlar emas. Ham hisob so'rashmi bizga loyiq emas. Lekin shuningga ishonginki o'g'lim, hamma ish o'ziga loyiq oqibat bilan natijalanadi. Samandar dadisining so'zlariga qoyil bo'pti va pastgo'ga tushib, kunlarini yana ahamiyatli ishlar bilan ko'ngillik o'tkazishga tirishibdi. Shamshon tarixidagi eng cho'ng o't ofatini keltirib chiqargan kichik Samandar hech nimani bilmagan qiyofatga kiribdi-yu, o'z qilmishining buncha cho'ng oqibat elib keldiganligini tasavvur qilolmag'achqa, o't ofatida nurg'unlagan hayvonlarning emas, balki nurg'un odamlarning jenidan judo bo'lganligini anglab, qo'rqqanidan uzoqqa qo'ygan tutqunini bilmay tamtirab o'diqib yuribdi. Padişah onu xeyli zo'rlab so'ragan bo'lsa-mu, u o'tni men qo'ymadim deb chingtiribdi. Biroq o'z o'g'lining qo'ypaylini yaxshi bildigan Namanshoh o'tni uning qo'yganligini jazmlashtirgan bo'lsa-mu, bu ishda o'zingmi bosh tortib bo'lmas majburiyatining borligini o'ylab, bu ish o'tirg'i chiqib qolsa, xalqning nafratiga duchor bo'lib, yuz obro'yini yo'qotib qo'yishdan ansirab, ko'p surishti qilmabdi. Qo'lidan kelishcha o't ofatiga uchirganlarga, qazo qilganlarning oila tavobatlariga davlat xazinasidan moddiy yordamlarni qilish orqali o'z ko'ngliga tasalli beribdi. Shundaqdimi har qitim so'l qo'l vazir va boshqa o'rda amaldorlarining podshohning g'azabidan qo'rqibla nurg'un gaplarni deyolmay yurdiganligini o'ylaganida qattiq beorom bo'ldi. Aslida o'rmonlikqa shahzodaning o't qo'yayotganligi haqidagi gap so'zlarni Sodir Beliqchi bilan Zahra burunli anglagan bo'lsa-mu, Samandarning mijozini bilgachga uning biror ahmoqona ish qilib qo'yib, o'ziga ovorchilik tepib olishdan ansirab,
uning boshqalardan bu gaplarni anglab qolmasligini tilab kelgan ekan. Biroq ishlar ular o'ylagandek bo'lmabdi. Kunlar o'tib bu gaplarni takror anglagan Samandar gumon qilmay turolmabdi. U dadasi bilan opisini ansirtib qo'ymaslik uchun bu haqda qayta gap qilmabdi. Umi ba'zida dadasi bilan opisi uxlab qolganda kechida yo'shirincha shaharga kirib chiqib yurishni o'rganib olg'ili xeyli uzun bo'lib qolgan ekan. U plani bo'yicha bu qitim yo'shirincha o'rdiga kirib boqmoqchi. Podshoh shahzoda deganlarning zodi qandoq odamlar ekanligini ko'rib boqmoqchi bo'pti va kutgan fursat pishib yetilgan bir kuni kechida shaharga kiribdi. Maymunlarcha tivishmi chiqamasdan tomdan tomga, o'gizdan o'gizga sakrab o'rdi sepiliga yetib ketdi. Sepil ustidagi kirpik qoqmaydigan guzatchilarning ko'ziga ko'rinmasdan sepildan ortilib tushibdi. Uning tushgan yeri o'rdining orqa hovlisiga yaqin yerdan o'rin olgan o'rdi serik maydoni ekan. Samandar goh u yon, goh bu yon qarab, xon saroyini ko'zlab ketayotganda tuyuqsiz hayvonlarning shapsini anglab qopdi. Qarog'udek bo'lsa, rat tizilgan qafaslarda har xil, har turdagi hayvonlar so'langan ekan. Samandar har bir qafasning oldiga berib, hayvonlarga sinchilab qarabdi. Bir-biridan bechora, tuklari tushib, paqbiyib ketgan. Ochliqdan o'riqlab ustixonlari bo'rtib chiqib qolgan. Ko'zlaridan mung alam to'kilib turgan jonivorlarning ovora turqini ko'rgan Samandarning yuragi og'rib, ko'zlaridan taramlab yosh sirg'ibdi. U bir-birlab hamma hayvonlarning hol ahvolini so'rab, qafas ichiga qo'lni uzitib, bosh ko'zni silab chiqibdi. Navbat zanjirda bog'lab qo'yilgan, zanjir bo'yinlarini yori qilib atgan maymunlarga kelganda Samandar zodili bardashlik beramabdi. Va g'azab bilan qafaslarni bir-birlab buzishga boshlabdi. Echildiganlarini echib, echilmaganlarini cheqib bo'lgandan keyin hamma hayvonlarni boshlab, o'rdi sepilning guzatchilar oz o'rinlashgan bir tarafiga kelibdi va sepilga uni buni yo'lab hayvonlarning sepildan ortilishiga qo'laylik qilgandan keyin sepildan otlashga buyruq qildi. Hayvonlar sakrab, tirmilab, sepil ustiga chiqib, yana bir tarafga o'tishga boshlabdi. Kichik hayvonlarni Samandar o'zi ko'tirib, sepil ustiga etib o'tkazibdi. Sepil ustidagi guzatchilardan natisi hayvonlarning ortilib o'tayotganligini ko'rib, o'qyolarini batlabdi. Lekin bir tarafdan qo'rqib o'diqibdi. Yana bir tarafdan bu hayvonlarning podshoh yaxshi ko'radigan hayvonlar ekanligini bilgachga, o'q etishga petinolmay hayronlik ichida qarab turib qopdi. Sepil ustida yenib turgan mash'al va oyning yo'riqida sepildan eng oxirida ortilib tushgan yosh bir yigitning hayvatlik simosini g'uvo ko'ribdi. Atisdan boshlab yosh bir yigit shoh ordisiga yo'shirin kirib, serik hayvonlarni qochirib etibdi degan xabar tarqalishga boshlabdi. Bu ish shu kuni kechida podshohga xabar qilinibdi. Podshohmi mening o'rdamga yo'shirin kirishga petingan, yuragini qopta qilib, mening hayvonlarimni elib qochgan qandoq odamdi? deb vaqirab, guzatchilarni qog'ab, pullab, darg'azab bo'pti. Va nadim bo'lmasin u qop yurak o'g'rini cho'qim tepib, tirik tutib, oldiga ep kelish haqida buyruq beribdi. Hech qachon shoh ordisidan biror narsa o'g'irlanganligini anglab boqmagan pishamson xalqi bu ishning yeyilib ketmasligi kerakligi haqidagi ogohlantirishlarga qaramay, bir necha kun ichida o'z hayajonlarini, xiyol tasavvurlarini qo'shib, kechida o'rdiga kirgan niqobli qaroqchi, belida tom arg'amchisi bor palvon, qamchilik yo'shirin qotil, maymundan o'zgargan sirliq odam degan so'zlar bilan bezab, butun mamlakatga tarqitib ulguribdi. Bu so'zlarni anglagan Sodir Beliqchi bilan Zahra tangli bir-biriga qarashibdi. Samandar deyishibdi ular. G'am andishdan chiroylarini tashvish bulutlari qoplabdi. Ular Samandarni chaqirib so'rabdi. Bu ishlarni sen qildingmi o'g'lim? Rost gap qilgan. Yo'q, men qilmadim. Bu gapim rost.
Samandar shundoq debdi-da, bir ishni bahonalab o'rmonliqqa kirib ketibdi. Ular Samandarning yolg'on aytayotganligini bilgan bo'lsa-mu, hech nima demabdi. Chunki Samandarga nisbatan o'zining qilgani to'g'ri. Agar u to'g'ri ham yaxshi deb bilib qilgan ish uchun ayblansa, buningdan keyin texmi yolg'on gap qildigan bo'lib qolishi mumkin. Dadisi, nemishqa unaga gap qilmaysiz? Alamadis bu ish qattiqroq surishti qilinib qolsa, hammamiz baloga qilishimiz mumkin. Bizg'u mayli, biroq uningga bir ish bo'lib qolsa. Bo'lar ish bo'ldi, apsi. Onunga ortiq gap qilganimizning ahamiyati yo'q. Bir kuni bu ishning mas'uliyatini o'z ustiga elish to'g'ri kelsa, mana men o'z ustimga olaman. Bu ishni qayta tilga olmaydi. Samandarning ko'ngli azor yemisin. Sodir beliqchi Zahraga shundoq debdi va uning yoshlarini surtibdi.